Diksiyelerini davamlaştırmaya hürmetlik vatandaş. Endilikdeki mavzumunda tez haber. Devlet başlıkları yetti devlet başlıkları yığınının keyfiyatı intayin yaxşı oldu. Cungo meselesi boyunca en mühim ortak tonuş hasıl kıldı. Mavzulu haber 6. ayının 13. günü Hong Kong 01 gazetede ilan kılın. Haber bundan başlandı. Xitay Press yani Cungo Press Şangal 01 gazete haber kılıp bundan ko'rsatdi. Yetti devlet guruhi yuqori darajaliklar yig'ini 6. ayının 13. günü 2. kunlik yig'in mezgiliga kirib keldi. Cungo meselesi muhokimaning qiziq nuqtasiga aylandi. Aqsaroyning bir nafar amaldori bunday ko'rsatdi. Yig'inga qatnashgan davlat boshliqlari Jungoning adolatsiz eksport savdosi va kishilik huquq masalalari bo'yicha o'rtaq tonish hosil qildi. Kanadaning vaziri Justin Trudeau yig'inda Jungoning tahdidiga o'rtaq taqobil turish to'g'risida fikr o'tirib qo'ydi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenning bir nafar yuqori darajalik amaldori Reuters agentligi bunday ko'rsatdi. Yetti davlat yig'inida doila, ya'ni davlat boshliqlari Jungo kishilik huquqi xiloflik qildi. O'rtaq qimmat qarashlarimiz negizlik erkinlikka xiloflik qildi deb ko'rsatdi. Hamda harakat qo'llanib, Jungoga taqobil turishga qo'shildi. Demokratik davlatlar o'rtasidagi ta'minlash liniyalarini o'zaro qo'llashni kafolatga ega qiladigan bo'ldi. Dünya Savdo Tashkilotining qonun ramkasiga asoslanganda Jungo bozor egiligiga o'talmagan davlat qatoriga kirgizildi. Amerika boshchiligidagi savdo sheriklarining Dünya Savdo Tashkiloti qonunining alohida ramkasidan foydalanib, Jungoning eksport varmaları adaletsiz tüven bahada bozorga selindimi, hüküm qilishga ruxsat qilindi. Mushundoq ishning yuz berganligi dalillanadigan bo'lsa, Jungo tovarlarga to'kma qilib sotish beji qo'yiladi. Yana boshqa bir nafar xabardor kishi bunday ko'rsatdi. Yetti davlat guruhi Jungo meselesi bo'yicha umumyuzlik birliksa frontiga tizildi deb ko'rsatgan Kanadaning vaziri Justin Trudeau yig'inda bunday ko'rsatdi. Yetti davlat guruhi Jungoning xirislariga birdek taqobil turish, o'rtaq turish jihati o'rtaq tunish hosil qilishga ehtiyojli. Tashqari dunyoga tashkilot uchun tashkilotning ittifoqlashgan kuchini va o'rtaq harakat qo'llanish kuchini namoyon qilish kerak deb ko'rsatdi Kanadaning vaziri Trudeau.